Ruhiy salomatlik buzilishi juda keng tarqalgan. Jahon sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi har 4 kishidan biri hayotining bir nuqtasida ruhiy salomatlik muammolariga duch keladi. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Va biz sizlar bilan sog'liq borasidagi podkastni olib borayotgan edik. Va bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa ruhiy salomatlik deb ataladi. Umuman olib qaraganda aziz do'stlar, bilasizmi, eng katta muammolardan biri shundan iboratki, aziz do'stlar, bu bunday insonlar shifokorga, psixologga murojaat etishdan uyalishadi. Lekin buni tushunib yetish kerakki, ruhiy salomatlik bu o'ta mushkul, umuman olib qaraganda juda qiyin tushunchalardan biri. Mental sog'liq bu oddiy so'zlar bilan bu albatta bizning ichki dunyomiz, emotsional, biz o'zimiz bilan qanchalik aytaylikki ichimiz qanchalik tinch, oromlik va bu narsa aziz do'stlar, ruhiy salomatligimiz bizga hayotimizda yordam beradi. Qanday qilib biz hayot sharoitiga ko'namiz, qanday qilib biz muammolarni yechamiz va umuman olib qaraganda qiyin vaziyatlarda biz qanday fikr yuritamiz, ijobiymi yoki salbiymi deb o'ylaydi. Lekin aziz do'stlar, bilasizmi, yana bir narsani unutmaslik kerakki, juda ham ko'p sharoitlar bizning ruhiy salomatligimizga o'zining ta'sirini o'tkazib qo'yadi. Qanday faktorlar mavjud bundayda? Birinchidan bu biologik, ya'ni bu afsuski eng yuqori darajada turuvchi bu genetik. Aytaylikki, afsuski hozirgida 21-asrda mutatsiya juda ham aytaylikki mashhur bo'lib kelmoqda. Va bu narsa bizning ruhiy salomatligimizga, bizning asab impulslarimizga ishlashga albatta buzadi. Ya'ni bu serotonin, dopamin degan narsalarni. Ikkinchidan bu albatta kimyoviy bizning miyamizdagi bo'lgan disbalans deyiladi. Gormonal o'zgarishlar ham olib kelib qo'yishi mumkin aziz do'stlar, chunki bu bizning bizda aytadi bo'qoq chiqqan yoki bizning kayfiyatimizga, stressga va umuman olib qaraganda hattoki depressiyaga ham olib kelib qo'yar ekan. Albatta aziz do'stlar, bu yerda hattoki shunday bir mashhur narsalardan biri bu albatta infeksiyalar ham, viruslar ham bizning asab tizimimizni buzib qo'yishi ham mumkin aziz do'stlar. Yana bir narsa mumkin bo'ladiki, bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ayniqsa ayollar homilador vaqtida ko'pincha shifokorlar aytadiki, asabiylashmang, stress holatiga, stress vaziyatlardan qochishga harakat qiling deb aytadi va hattoki emizli ayolga ham mana shu so'zlarni aytishadi. Nimaga? Chunki ona bolaga o'tkazib qo'yishi mumkin, bola asabiy bo'lishi mumkin. Mana ko'pchilik aytadiki, farzandim tuni bilan uxlamaydi, yig'laqi deb aytadi-yu, lekin ona o'ylamaydi. Men boshida qanday o'zimni tutganman homiladorlik vaqtimda deb aytadi. Ikkinchi bu albatta ruhiy jihatdan, bu emotsional, biz sizlar bilan o'tgan galgi dasturimizda suhbatlashgan edikki, bu emotsiyalarimizga bog'liq bo'lgan va biz qanday qilib o'zimizning emotsiyalarimizni aytamiz. Va bu narsa aziz do'stlar bizning sog'lom psixikamizga, ruhiy salomatligimizga o'zining albatta ta'sirini o'tkazadi yoki bizni depressiyaga olib qo'yadi yoki emotsional kuyish deb aytadi. Va albatta aziz do'stlar, bu yerda bilasizmi, stress ham o'zining rolini o'ynab qo'yadi. Va albatta uchinchisi bu sotsial. Bu ham ruhiy salomatlikka o'ta katta ruhiy holatimizni tushirib qo'yishi mumkin. Masalan, shunday insonlarni bilamanki, masalan, bu menda bor shunday narsa. Aziz do'stlar, agar kamyonimda pulim birozgina oz qolib qolsa, men albatta nima bo'laman? Menda depressiya, stress degandek boshlanib keladi.
Bu afsuski yomon holatning ruhiy salomatligimning yana bir minusi. Albatta ta'limot ham albatta bu juda muhim rolni o'ynaydi. Bizga bo'lgan sotsial aloqalar bu aytaylikki do'stlardan, oiladan, jamoatdan bo'lgan kuch quvvat beruvchilardan biri. Agar bizning hayotimizda qiyin vaziyat bo'lsa, ular o'zlarini qanday tutadi degan savol berib kelish kerak. Bu yerda yana sotsial izolyatsiya deb ataladi, ya'ni yolg'izlik. Chunki yolg'iz odamlar depressiyaga qaramligini bildirib keladi. Bu esa nimaga yolg'iz odamlar? Chunki ular o'ylaydiki, men hech kimga kerak emasman, men bilan hech kim qiziqmaydi degan iboralarni ishlatib keladi. Ekologik jihatdan ham aziz do'stlar, bizning psixologik ruhiy sog'lig'imizga o'ta katta rolni o'zining qaramligini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni o'zini aytaylikki bizga ta'sirini o'tkazib qo'yadi. Hayot, masalan, shaharni hayotini oladigan bo'lsak, bu albatta stress holati deyiladi, chunki hammamiz bilamizki, shaharda yashash oson emas. Shaharda biz yashash uchun ishlashimiz kerak va hokazo. Men hammada bir bo'lishim kerak deb aytamiz. Afsuski hozirgida ekologik jihatdan juda ham ko'p o'zgarishlar kelgan, juda ham ko'p tabiiy ofatlardan zarar yetgan odamlarni ko'ramiz, to'g'rimi? Bunday odamlar masalan hamma narsadan ayrilib qolganlar va bunday insonlar albatta afsuski depressiya, stress, psixologik ruhiy jihatdan tushkunlikka tushib qolishadi aziz do'stlar. Bilasizmi, agar masalan ovqatlanish qanday qilib ta'sir o'tkazadi? Agar men to'liq ovqatlanmasam, bu narsa har xil psixologik jihatdan sog'lig'imga zarar yetkazadi. Bu depressiyaga olib kelib qo'yishi mumkin, asabiylashishga olib kelishi mumkin. Agar biz ovqatimizni aytaylikki to'g'ri tanlab, to'g'ri rejalashtirsak, bu eng yaxshi xislatlardan biri. Chunki mana masalan aytaylikki aminokislotlar bizning miyamizda neyrotransstamin degan narsani ishlab chiqarishga yordam berib qoladi. Serotonin, dopamin, adrenalin degan narsalar bizning kayfiyatimizga va bizning emotsional holatimizga javob berishadi. Bizning miyamiz 60% bu albatta yog'dan iborat va to'liq ishlash uchun bizga nima kerak? Yog'lar kerak. Bu siz o'ylagandek haligi qo'y yog'i va hokazo emas. Bu yerda muhim rolni omega 3 va omega 6 o'ynab qo'yadi aziz do'stlar. Ularni yetishmovchiligi odamlarni depressiv holatiga olib kelib qo'yadi va albatta inson unutuvchan bo'lib qoladi. Qiyin uglevodlar esa miyani kuch bilan ta'mirlab qoladi. Glyukoza esa bizning miyamizga eng birinchi o'rinda beradi, kuch quvvat beradigan aytaylikki kislotalardan biri. Masalan, tez uglevodlar bu aytaylikki tez uglevodlar bu gazirovanный Fanta, Cola va hokazo degan. Ular esa qondagi qon aytaylikki ular oshirib yuborishi mumkin va bu narsa biznida charchoq, asabiylashish, bizning kayfiyatimizning tushishining sababchisi bo'lib qoladi. Aytaylikki, agar biz ovqatni vaqtida iste'mol qilmasak yoki ortiqcha aytaylikki bo'kib yesak, bu ham bizning kayfiyatimizga o'zining ta'sirini o'tkazib qo'yadi va bu aytaylikki bizning miyamizning ishlashiga pasaytib qoladi. Aziz do'stlar, agar siz albatta quvonch, kulgu degan narsalarni va o'zingizni, xulq atrofingizni yaxshi aytaylikki boshqarsangiz, unda sizning psixologik jihatdagi bo'lgan sog'lig'ingiz a'lo darajadadir. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz.